Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz apsiani xlopiyatdan talqat iste'mol qilamiz. Boshimizga bir olma, kichkina sut, bir yumurta, ya'ni apsiani xlopiyat. Apsiani xlopiyatini yuvib olamiz. Ustiga yumurta qo'shamiz. Endi almani qo'shamiz. Yana sut qo'shamiz. Qo'ylarni bilan almashtiramiz. Mana alashtirib oldik. Endi skоворodkada maysiz pishirib olamiz. Böyle qoshiqda solib o'tamiz. Endi ikkinchi yog'ini albatta pishirib olamiz. Ne biz pişirib bo'ldik. Bu tamg'asi 6 oydan boshlab berga bo'ladi. Sut qo'shmoqda bo'ladi, boshqa nechta turli jemslarga qo'shmoqqa bo'ladi. O'zingiz qalolari ishon. Meni vishta bajam bosh chiqadi. O'tasi bunday. Bunday bosh. Sizlarga ko'mizdir. Aslan bizdan bo'lsin. Bugun sizlarga o'g'aylik. Assalomu alaykum.